Xursand bo'lsangiz keling. Rahmat dadajon. Mayli. Ha, o'g'lim. Ho, dadajon. Kelinni taksi qozi qachon tugaydi? O'zi endi boshlandi. 2 oygina qoldi. Ozgina sabr qilaylik, dadajon. Ha, mayli, bolam. Tirik qolsam bo'ldi-da. O'tib ketardi bu ham. Kelin, ish to'g'rimi endi, ha? Ha? Nevarangiz uchun-ku dadajon? Abi nevarangiz uchun debsizlar-da, odam mahalla kuyiga bir sal uyatli bo'lib qolyapti-da. Ha, salima. Ha dadajon, nimaga asabiylashyapsiz? Ko'rmaysizmi kelin, mana o sog'ona qoqir yurmayapti-da. Shu qarshi havoldan boshlang'ich 25% to'lov qilib, zo'r bitta mashina olamanmi deyman-da. Oo, dadajon zo'r bo'lardi. Qaqqiraz nevarangiz tug'ilishiga yangi mashinada chiqardik. Ya, siz shu yerda o'zingizda o'ylang. Shu nabiram tug'ilguncha o'zim o'lib ketmasam bo'ldi ish qilib. Iltimos dadajon. Ya, hech qachon kelin, hech qachon. Nabirangiz uchun. Abba, taksikoz yana xayolga kelgan ishni qilaverish kerak degani emas. Mahallaga qanday bosh ko'tarib yuraman-ki? Tem bo'lib bir o'zi. Birga qilamiz. Abba. Qoddi, ko'cha chiqyaptimi? Nabiram uchun-da jo'ra. Bile,